Ben yani kelime! Bu ulanın komandani serjant Brovi. Yaman çarvaqları nim bo'ldi? Ulan mushida quchib yurib, bizni bo'g'ib tashlaydigandek qildi. Ulan xudini yo'qotdi serjant. Ular bizni yeydigan bo'ldi. Sarangdek gap qilma, uzun tura. Ular bizni hergiz yemaydi. Ular yaman çüş. Bir narsa yemaydi. Buni bilaman. Tinchlaninglar! Opik! Sen qandaq narsa ko'rding? Yaman titrab ketibdi. Cho'qindi yaman tushtish qaytib keldi. Moshundaq degandilar. Ondan aqlga muvofiq tushuntirish bo'ladi. Ne işlemini göremiyorsun analileri. Yani kara bakay. Hemen yere kara bakay. Aldırma. Alileri ben köydüm. Naydi yine köydüm. Ha, yaman tushtish qaytib ketdi bu. Endi meni hech kim to'syamaydi. Men cho'qim yaxshi tushdi o'litini uzil kesil tarmar qilib itaman. Provi! Opikning harakat planini ilib yaman tushishini apkel. Ondan başqa Provi! Bey! Mag'lub bo'lsang, qandoq jazoga tortilganligini bilamsa? Bu ba'da apkilanmasam, alileri meni toshga aylantirib qo'ysinlar. To'g'ri deding. Sizlarga ko'p rahmat, alileri. Yo'lga chiqishga tayyorlaninglar. 1, 2, 1. O hadislar odamga xotirjamlik bermay, taktisib turdi ekan. Menimcha bizga orom bermayotgan faqat ul emas. İşkimiz yap kolay alileri. Köylерге almışsılar. Kendisiyle yaman düşteşiğe erişilipler. Beni taşlayıp ettiler. Ve baksana yaman düşteşiğe egip olsalar. Beni işletemdiler. Ötken kişinin okuşması boğallığını ümit kılımen alileri. Bunu bilmem Opik. Tokatim, çokum sana muvaffak in'am berman. Rahmat. Laydı rahmat. Köp rahmat. Ben ahir itiraf kılışığı eriştim. Ömür boyu sadık olup ahir nöbke eriştim. Elbette talantının özü yaxşı bir pəzirlər. Shu chog'da yosh tush mamlakatida tush bovay teleskop bilan bo'shliqni ko'zda otadi. U faqat xotirjam bo'lolmayotadi. Oh! Nimiş qımındaq bo'ladigan-do? Nim bo'ldi tush bova? Mening faqat ishongim kelmayotdi. Qiziqarli bir narsani ko'rib qoldingizmi nima? Ya, qiziqarli narsa emas Amberli. Men yomon tushishini ko'rgandek qilaman. Mumkin emas demoqchimanki. Lekin uni siz bo'shliqqa tashlayotgan emasmidingiz? Lekin Lofos yana yenib ketdi. Kuchi teximiz zo'rayibdi. Biz ko'rgan yerda savdorakmi cho'qim ko'rdi. To'g'ri deding. Biz darhol ulardan burun berib, uni vayron qilib etayli. Qanday qilamiz? Provik, seni bir iş qilib buyurayman. Yeyliği yaman tush. Bunun ichiga silvat, anda yaman tush plantiga uch. Sizlar yetib berishdim burun. Nur chachidi. O sizlarni sen erib keladigan yaman tushishini oldiga opirdi. Tez harakat qil. Birodarlar, yaman tushlarni olib kelinglar. Aplashmasmikin serjant? O shundoq egiziyatib tursa. Tor kerakkan. Tordan birini tepib, uni uzun tayoqqa bog'lab olsak, bo'ladi. Lekin qo'limizda to'r bo'lmasa, uzun tura. To'la gap qilmay chiqamsan-chi. Men bir amal topdim. Oldu. Tezroq. Sizlar azmila qilib vaqtni almanglar. Buni ishlatib yaman tushishini olib kelasizlar. Esinglarda bo'lsin. Buningga hargiz chaqaloq cho'manglar. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, pushaymon yeb qolasizlar. Esinglarda bo'lsin.
Eskertib qo'yganinga rahmat, Opik. Uqdim, birodarlar, Opik agishmayli. Ber, ishki. Bu pələk pək çoğken. Qara, qo'limdan tushib qoldi. Unda xos onun da kichikroqini olsam-mamdu. Bu kompas yomon tushdi ishi bor, ya'ni ko'rsatib beradi. Uni tepib, bu qutiga selib akilinglar. Takas bo'linglar. Pələk kiyib unutib qolmanglar. Pələk kiyilishni cho'qim unutib qolmaymiz. Biz cho'qim taxas bo'lamiz. Oldirma Potter, bu yerda son qiladigan ish bor. Biz tezlik qaytib kelamiz. Ansirmanglar, biz cho'qim yomon tushishni akilamiz. Bu qidim sizlarni qushqa o'xshash yasab qo'yman. Quşqa? Ay shunda, qushqa o'xshash, qushqa o yomon tushdishini sodiqlik bilan qo'g'daydi. Ay shunga sizlarni qushqa o'xshash yasab qo'ymoqchi. Men mushunda qilgandilar, anda sizlar o yerga bexatar yetib bora olasizlar. Bexatar degan nima gap? Voy, hujumga uchirmay, tayoq yemay, o'lib qolmay, usqonlaringlar ko'kim talqon bo'lib ketmay, sog' salomat yetib borasizlar degan gap. Uqtolama. Voy. Uqdim. Dimdallarga harakatchan qurilmani mahkam chinglar. Bu qurilma sizlarni tez suratda yomon tush bilantiga yetkazib qo'yadi. Sizlar qanitinglarni to'xtamay, mushundaq qilinglar. To'xtamay? Çarpsan, menga çarpsan. Tezroq birodarlar, ipni ching tortib, qanitinglarni qiqinglar. Boshlanglar. Mening bag'im yo'q, serjant. Men hozir qaytib kelsam bo'lamdi. Sanadek gap qilma, Patak. Biz cho'qim muvaffaqiyat qozimiz. Sen qanitingni qaqsanglar bo'ldi. Serjant, men bilib oldim. Patak, men bilib oldim. Nufus bilan Amberli sharchiq o'ltirib yo'lga chiqib bo'ldi. Ular so'darak sezib qolguncha yomon tushdishini elib olish kerak edi. Unda bo'lsa men momam bilan darhol berib ularga yordam bersam bo'g'dak. Sen mi bağım Perdit? Ben sana şarjı beray. Bu daraxt yopirmag'idan bexatarroq. Bu nahayt obdan gap bo'ldi, Chushbo'y. Gapimiz tugadi. O'tgan qatim sharchiq o'ltag'ini hech esimda turibdi. Yaxshisi, yopirmoqni elib olayli. Balkim asq ketib qolar, ha? Shundoq bo'lsa, qush bo'lganning hech qanday ahamiyati yo'q-da. Agar butun qushlarnikidek kalti bo'lsa, yanala ushquning tuzuk. Teşnala, biz qushlar to'g'riliq suhbat o'tkazaylik hammidoq. Hozir biz yomon tushdishini izlashimiz kerak. Ya'ni kelib, Qaran serjant, yomon tush. Nur chechyapti serjant. Bu normal ish emas. Shundaqmi? Biz uni ilm olmasligimiz kerakki. Bu bola qazoning alomati cho'qim shunda. Mening deganimdek bo'ldi. Biz tashna qishi qo'nayli. Qaranglar. Buning yig'nis ko'rsatgan tarafga u yomon tushdishi bayani ko'rsatyapti. Ana! Qayoqda? Men ishimni ko'rmadim. Menimcha Patak cho'qimiga kiramaydi serjant. U yer pek qorong'u ekan. Patakning nima bo'lishi bilan mening karim yo'q. Uzun tura. Sizlar mendan qushlarning mengishini o'rgansanglar bo'ldi. Ber, ishki. Ben qo'rqinishgan. Men talada qarovulni tuturay bo'lamdi, serjant. Jim dur, Patak. Oshkorinib qolamiz. Ularning og'zi shundoq yo'g'on, shundoq ushliqkan. Odamni cho'qib o'ldirib qo'yg'idak. Odamning tinini cho'qib titiyotgidek. Gap qilmanglar deyman. Keldikmi? Tövanga tushaylik.
Men qo'mondonlik salohiyatim bilan eng jafoliq vazifani ijro qilmoqchi. Sen patak, yomon tushda ishni elishga tayyorlan. Men alam dem. Sening qo'lingda palay bor. Ular bizden gumonlanib qoldi. Bizning aptimiz bak kulkili ekan. Ularning dushmanlik qiladigan niyati yo'q. Sizlar men bilan menglar. Ular keldi serjant. Qo'g'lab keldi serjant. Ular tashindab keldi. Diqqat qilinglar. Yuqori tarafda dushmanning shartisi ko'rindi. Biz endi qanday qilamiz, serjant? Nafis, qara, bu nima odam? Bilmedim, ish qilib to'sada qilmaydi. Ko'rdinglarmi? Dushman nishonni oshkorlab qo'ydi. Darhol qaytib ketaylik. Qarang. Qarab turimiz, Mayli. Men tig'ib deb o'ylab ekanman. Men o'ldimmi deb o'ylagan. Nima degan xatarlik? İlmi sizlar yetib keldinglar. Endi qanday qilamiz? Qishloqqa agishib kuchaylik. Ular yomon tushdi ishni qo'g'daydiganlar toshlarning qo'lida. Balkim xato ko'rib qolgandiman. Dushmanning bir qancha askarlari ko'rindi. Qalaymaqon harakat qilyapti. Yo'q, mumkin emas. Ularning bizning oldimizga kelib ketishi mumkin emas. Qaqshigan bilan foydasi yo'q bolalarim. Darhol qo'g'laylik. Geldin mi? Ekenmemdigan. Bana be. Sana vermeymen. Bu taşını öz kolum bilen padişah alilerine topşırıp vermen. Ben yardım kılgan bolsam Brovin. Senin kol altındaki ahmak birini bile herkes bu yaman güçlü işini alamaydı. Çapsan bana be. Çapsan bana be. Yok. Onun edebini be. O bizni ahmak birini bile davatıdı. To'g'ri, lekin ahmoq deganning ma'nosi nima? Derhal to'xta davatman Brovin. Taşını derhal bana topşırıp veringlar. Brovin. O meningki. Meningki. Ver, içki, ver, içki, ver, içki, ver, içki, ver, içki. Alileri özlüğü ma'lum bo'g'ay. Mening yomon tushishim aslidagi o'rniga qaytib keldi. Rahmat, Brovik. Brovik, alileri layihini mani men tuzgan. Bo'ldi bas, Opik. Men bundan keyin seni ishlatmayman. Lekin alileri... Endi seni ko'ra ko'zim yo'q. Bana verdi belki Sen derhal bu eldan ket. Siz ilgili bana in'am bermediniz ediniz. Mana bu sana berilgan in'om. Opik, seni tashqi aylantirib qo'yg'im yo'q. Darhol ko'zimda yo'qol. Yomon tushishini chopsan o'z o'rnida qo'yib qo'yinglar, Brovik. Dikkat qilinglar. Ver, içki, ver, içki, ver. O menga mundaq qilgan bo'ldi. Sen tashni al, chunki qo'lingda palay bor. O meni qo'l qatorida ko'ryapti. To'g'ri, u shundoq deydi. U shundoq qiladi. Sen nimishqa fursatdan foydalanib kechib ketmaysan, qarshilik ko'rsatmaysan, yo bo'lmasa ish tashlamaysan patak. Yomon tushdi mening tishim. Sen oxiri qaytib kelding. Shpovoy, sening vayron bo'ldigan vaqting keldi. Qani sizlarni ko'raman. Men o'pishdan yuz o'rdinglar. Menga mushunda qora yuzli qilamsizlar. Sizlar ishkinglar avval kirib yomon tushdi ishni izdanglar. Savdar uni ishlatishni atayın. Bu tamla baq qilingan. Shuni biz ikkimiz sir tuturib savdaratning yomon tushni qanday yerdan tarqitadiganligini qarab baqaylik. Ondan sizlarni izdaymiz. Beshinglarni past qilib kiringlar. Xo'p, sal turib ko'rishaylik. Qaranglar, bu taşını men mundaq nahayt avaylab qo'yaman. Mana bu yerga mundaq. Endi sizlar ishkinglar qarovullik tuturinglar. Bizning bu yerda turg'imiz yo'q. Serjant tosh portlashi mumkin. Bu narsa albatta portlaydi. Uzun tura, darhol chiqib mening buyrug'imni kutib turinglar. Lekin serjant, Biz nima qilamiz? buyruqqa bo'ysunib qarovullik qilaylik. Mening bu yerda turg'im yo'q. Ular bilan faqat xo'shim qolmadi. Bu yer bexatar emaskan. Mening ozroqmi chidag'uchiligim qolmadi.
Oyoq qarang, yuqurg'a. Bu nima? Palampa ekan. Tez mangayli. Bu qushlar nima yeydiganda? Nima yeydi? Ishqilib tamoq yemaydi. Ular tamoq yeydi. Qushlarning hammasi bir narsa yeydi. Agar ular azaldan bizning go'shimizni yeb baxmay, to'yuqsiz yeb qilib, go'shimizning tatliqligini bilib qolsa, o'chaqda ular darhol bizning ashaddiy kushandimizga aylanishi mumkin. Yaman tushdishi, cho'qim tushaydi bak. Yopirmoqqa chiqib, ovi ko'znakdan uchib kirayli. To'g'ri, ana oyad ekan. Tag'in muvofiq in'omdaydi. Ular mendan paylanib ketdi. Meni aldab ketdi. Meni haqoratladi. U pushaymon qildi. Men bu tosh bilan u yerni menga yo'q qilishga qasam ichchiman. Qasam. Men oldim. Men bardoshlik bermay qoldim. Padişah alileri buyruk düşürdü. Sizler eşkinler derhal yaman çüşteşini elip tağının çoğusuğa koyup koyunlar. Tağının çoğusuğa? Yaman çüşteğinin çoğusuğa o her vakit ışıltıdı. Derhal taşı dağıtıyorlar. Braderler tez bulunlar. Mana hazır. Koyuverdim ha. Ay. Opik! Karanlar mahpuslar kaçtı. Ularni türmüge solab qo'yayli. Obdan gap oldu. Bu avlod buzg'unchilik qilib ekan. Naq maydonda tutib oldim. Sen xoinlik qilding, Opik. Jinoyatingdan qochib qutulmaysan. Lekin alileri, burildim men. Uni solab qo'yib tur. Uning qanday jazo bersa muvofiq keldiganligini o'ylanib ko'ray. Uni ipkat! Hop! Baba! Sizlar qo'linglarni nima? Hech nima. Qo'linglarni yomon tushdi, shundaqmi? Yo'q emas. Toshgan, agar sizlarning aqli o'shalar bo'lsa, darhol uni bu yerdan tashlab etinglar. Uni tegi yo'qonga tashlab etinglar. Tashlamasak bayram bo'ladi. Bayram bo'lsin, bo'lmasa men uni tashladim. Undaq bo'lsa tashlab qo'yaylik. Nima ish bo'ldi? Yaman podshohlik portlab hukm talqon bo'lib ketganda qildi. Lofos bilan Amberlin ko'dingmi? Ko'midim. Qutuldiringlar! Erkak bizni qutuldiringlar! Uyimizga qaytib ketaylik, serjant. Qo'rqmanglar. Qarag'anda biz yaman tush padişahlık qaytib ketayotgan o'xshaymiz. Ular ana dushmanlarning orasiga kirib qopdi. Ularni darhol qutuldirib olaylik. Hurmatli tomoshabinlar. Mushunda xatarli paytda Perdit bilan Velmomay Lofusni va Amberlini qutuldirdi. Xotirjam bo'linglar. Perdit Velmomam intayin batirkan. Ular qutuldirib olmagan bo'lsa, biz hargizmi qochib qutulanmaydik.
yaman tush paydo qiladigan tosh mangu bu dunyodan yo'qolg'ay. Endi hamma odam tinch, xotirjam yetib uxlasin, yaxshi tush ko'rsin. Tegashdi. Biz mashina tugishadigan bo'ldi.